Bugungi kunim muvaffaqiyatli o'tsin, tirikchilikka chiqib ketyapman. Topganim to'larga buyursin, aqlli mijozlar uchrasin. Amin. Kunim xayrli bo'lsin. Olg'a, tirikchilikka. Assalomu alaykum amaki, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Taksi chaqirdingmi? Ha, chaqirdim. O'tir. Ha, men kalman. Tanimayapsanmi? Narigi ko'chada shunday burgani olaylik. Mashinaga burgan olib nima qilaman? Chaq tashlaydi-yu. Chaqmaydi, laqami burga, xolos. Sani oting nima? Meniki Latif. Ota-oning zo'r ism qo'ygan ekan, Latifjon deb. Latif desak bo'lmaydimi? Yo'q. Kal desa hamma taniydi. Latif desa itam tanimaydi. Kutib qolmadingmi burga? O'tir. Oho, bu sochsiz qara, o'rmon bo'lib ketdi-yu. Bu sochga aniq burga tushadi, jiyan. Oting nima? Otim Ozodbek. Ota-oning zo'r ism qo'ygan ekan, Ozodbek. Ozodbek desam bo'laveradimi? Ozod desangiz hech kim tanimaydi-da shaharda. Burgadang. Menga qara, kal. Menga qara, burga qayerga borishimni aytinglar. Yo'lda lagan chiqadi, laganda olamiz. Laganing kim bo'ldi yana? O'rtog'imda, haydang aka. O'tir lagan. Anida kelib qoldi-da. Kal osh yegisi kelibdi-da. Xo'sh. Laganga solib kelibdi. Endi yeyman desa burga chiqib qolgan ekan. Kal burga lagan qayerga hayday? Paskashni bolasini olaylik. Nima, otasi pastkash ekan buni. O'zini ko'rmaganmiz-u, o'g'li shunaqa deydi, otam raza paskash deydi, o'shaning uchun laqabi paskash ekan. Yaxshi, mana o'g'lim laqabi yo'q-a. O'sha otalar ham bor-da. Bo'pti, pastkash oldik-a? Bo'pti. O'tir, paskashni bolasi. Keldilaringmi? Ha, kutib qolmadingmi? Shuma pastkash bolasi. Voy, aylanib ketaysan, o'tir. O'tir, voy, aylanib ketay, o'tir. Menga qara, kal, lagan, burga, men buni otasiman. Qo'ygan laqablaringni qaralaring. Men yemay yediryapman, ichmay ichiryapman. Pastga toshlaring. Onasini tosh pastga. O'lib ketlaringga ota-onang yaxshi niyatlar bilan Latif deb, Umid deb, Sunnat deb ism qo'ygan. Bir-biringni laqab bilan chaqirasan, ko'tik deysan, eshak deysan, dinozavr deysan, shippak deysan. Ism bilan chaqirlaring. Mana biz yosh kattalarning hech qachon laqab bo'lmagan. Men sizlarga javob beraman. Men gapirmasam, u gapirmasa kim gapiradi? Bundan keyin ota-onang qo'ygan ism bilan chaqirlaring. Laqab bilan chaqirma. Biz paytimizda laqab pambab bo'lmagan. Men gapimga javob beraman. Dada siz chaqiryapti. Sumak! Va Sumak! Eshitmaganga olyaptimi? Sumak! Choyxonaga borasanmi? Siqilib ketdim. Otib tasha! Una mattina mi sono alzato